Savol: Xudo qachon mavjud bo'lgan? Javob: bir Xudo boshlanishi va oxiri bo'lmagan, azozdan mavjud va abadiydir. Chiqish 3:14. Xudo Musoga dedi: Men bor bo'lgan zotman. So'ngra aytdi: Isroil xalqiga ayt, men bor bo'lgan zot meni sizlarga yubordi. 2 Xudo ilgari ham bo'lgan, hozir ham bor va abadiy yashaydigan zotdir. Vahiy 1:8. Egamiz Xudo dedi: Men alfa va omega, Yunon alifbosining birinchi va oxirgi harflari, ilgari bo'lgan, hozir bor va kelajakda ham bo'ladigan qodir zotman. Vahiy 4:8. Tortda tirik jonzotning har birida 6 ta qanot bor edi va ular butun tanasida kozlar bilan qoplangan edi. Ular tunu kun tinmay shunday der edilar: Muqaddas, Muqaddas, Muqaddas. Qodir egamiz Xudo, u ilgari bo'lgan, hozir bor va kelajakda ham bo'ladigan zotdir. 3 Xudo o'zgarmas zotdir. Ibroniylarga 1:12. Sen osmonu yerga libos kabi burkaysan, ular o'zgaradi. Ammo sen abadiy qolasiz va yillaring hech qachon tugamaydi. Ibroniylarga 13:8. Iso Masih kecha, bugun va abadiy bir xil. 4 Xudo buzilmaydigan va yagona olmas zotdir. 1 Timotiyga 6:16-17. U yagona olmas zotdir, u odam yaqinlasha olmaydigan nur ichida yashaydi. Uni hech kim ko'rmagan va ko'ra ham olmaydi. Unga abadiy sharaf va qudrat bo'lsin. Amin. 5 Xudo abadiy otamiz deb ham ataladi. Ishayo 9:6. Chunki bizga bir go'dak tugildi, bizga bir ogil berildi. Hokimiyat uning yelkasida bo'ladi. U ajoyib maslahatchi, qodir Xudo, abadiy ota, tinchlik shahzodasi deb ataladi. 6 Xudo abadiy Xudo deb ham ataladi. Takroriy qonun 33:27. Abadiy Xudo sening panohingdir, uning abadiy qo'llari sening ustingdadir. U dushmanlaringni quvib chiqaradi va shunday deydi: yo'qotilsin. Ibroniylarga 10:31. Tirik Xudoning qo'liga tushish juda qo'rqinchlidir. 7 Xudo abadiydan abadiygacha bo'lgan zotdir. Zabur 92. To'plar yaratilishidan oldin, sen yer va osmonni yaratishdan avval abadiydan abadiygacha Xudosan.